Yulduzlarga açtı yollara, sevgilerge sundu kollara. Dıllar taşla köyü tollava, elden sevgen yarı bulmava. Assalomu alaykum, naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchi do'stlar. Ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Vaslivod madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy Biofan texnika chekish shirkati alohida qo'llagan Yil Nova programmasi. Qadrli tomoshabin do'stlar, bugun hammaylar hayajon ilkida turyapmiz. Bugun bizning Nova programmamizning yillik cho'lpinimizni tanlash yerim hal qilg'ish musobaqasining birinchi qitimliq musobaqasi. Shundoq. Demak, har qaysi oylardagi oylik yulduzlar va eng kuchli mahirlar bir yerga jam bo'lib, bayga kuchishdi degan gap. Bugun Naytı muhim musobaqa bo'lgandan boshqa yana sahnimizda yangiliklar nayt ko'p. Albatta, oldi bilan o'zimizni tanishtirib o'tishimizga to'g'ri keldi. Men yaqin do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Men yeni do'stinglar Ro'zaxon Tudaxon. Men yaqin do'stinglar Ramila Isan. Men yaqin do'stinglar Tahir Tursun. Xo'sh, undaqda bizning bu qitimqi musobaqamizning baholag'uvchilarini tanishtirib o'taman. Ataqli naqshchi, ataqli kompozitor, ataqli san'at tadqiqotchisi Abdulazrim Erkal apandim qarshilamiz. Muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti Dilshod Raydin apandim qarshilamiz. San'at instituti muzika fakultetining naqshi o'qituvchisi magistr aspirant Hamradil Abduqadir muallim qarshilamiz. Bugungi musobaqamizda bizning yana bir baholag'uvchimiz qadam tashrif qildi. Kuy suyar orkestrining birinchi darajalik dirijori Abdurahmon Ayub apandim qarshilamiz. Bizning hurmatli baholag'uvchilarimizdan boshqa bu qitimqi musobaqa yillik cho'lpanni tanlash musobaqasining yerim hal qilg'ish musobaqasi bo'lganligi uchun naqshi muzika san'at sohasidagi bizning o'qituvchi ustozlarimiz, professorlarimiz, ataqli naqshchilarimizmi bugun baholag'uvchilar sifatida programmamizga qadam tashrif qildi. Ularni qizg'in qarshilamiz. Xo'sh, undaqda endi bizning taratqular vakillarimizni bir tunishtirib o'tgan bo'lsak, bizning Nova programmamiz qatnashgan mahirlarimizning mukofot buyumlari intayin katta. Bugungi yillik chempionlikka kirish birinchi maydonimiz qatnashgan mahirlarimizning mukofoti intayin esil. Har bir mahirimizga mayli qaysi bosqichda chiqishidan qat'iy nazar biz esil sovg'alarimizni, esil mukofotlarimizni beramiz. Birinchi bo'lgan mahirimizni Arzu Sodi chekish shirkati ta'minlagan 2014-yili yangidan bozorga salgan kir chiqarish iqtidori yuqori, tashqi ko'rinish ko'rkam, shavqinsiz, ishlatilish vaqti uzun bo'lgan Arzu markali kir alg'u bilan mukofotlaymiz. Ikkinchi bo'lgan mahirimizni Arzu Sodi chekish shirkati ta'minlagan to'nglatqu bilan mukofotlaymiz. To'nglatqu. Üçüncü bo'lgan mahirimizni muallim elektron fan texnika chekish shirkati ta'minlagan Belekpat bilan mukofotlaymiz. To'rtinchi bo'lgan mahirimizni Jonon Sodi chekish shirkati ta'minlagan Shakila Girim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Beshinchi bo'lgan mahirimizni Haqqan kiyim kechaklari shirkati ta'minlagan Haqqan kiyimlari bilan mukofotlaymiz. Undan boshqa bizning mahirlarimiz agar yillik cho'lpan bo'lib qolsa, mukofot buyumi texmi katta baxtiyor zagarchilikka ta'minlangan avtomobil. Bunga oz qoldi. Bizning yillik cho'lpanimiz yana undan boshqa yana O'zbekistonda o'tkaziladigan turli cho'ng tipdagi san'at kechliklarga nomer qatnashtirish sharafiga erishalaydi. Xo'sh, undaqda bizning musobaqamiz boshlanish oldida turyapti. Yillik cho'lpan tanlash musobaqamizning yerim hal qilg'ish musobaqasida biz yuqorida tunishtirib o'tgan baholag'uvchilarimiz baho berib o'tdi. Undan keyin yangidan taklif qilib kelgan baholag'uvchilarimiz bo'lsa, har bir bosqichda har bir mahirga bir qitimdan nomer berib mavdu. Nomerlar jamlanib, eng oxirida mahirlarning umumiy nomeri orqali natijasi namoyon bo'ldi degan gap. Nova programmasining birinchi o'tkili bizning naqshimiz.
yaxşıdı. Tayyorlikda gap yo'q-ku hadi. Hammaylar. Men qo'm hozir aytgan naqshtinglar tayyorlig'ining intan puxta ekanligini bildim. Bek chiroyli naqshga. Bu naqshni ijodiy naqshni men anglab boqmabdi ekanman bu kamgacha. Bun avval o'zim tunishtirish Bir salom bergan bir yerimiz bor deyrasan. Naqshdan ta'sir qilib ketgan naqshdan to'g'riliq yaqib bitdim. Birdamdikin Dilshod. Assalomu alaykum muhtaram aziz mehmonlar, navqirlar, ustozlar. Hammanglarning kashliginglar xayrli bo'lsin. G'ulji diyardan kelgan birinchi nomerlik Mayr Dilshoddan hammanglarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Ay Dilshod, puxta tayyorlik bilan keldingiz Ukamaqjon. Qanchinchi o'tganlargacha berib yoki mashinalarni ilib ketishga ishonchingiz bormi? Qanday bir ideya tayyorlik bilan keldingiz Ukam? Bu qitim eng yaxshi ko'rgan bu ikkinchi texnik payzda uchinchi undan katta to'rtinchi payzda degandek bizlar. Mana e'lon deymiz. Mushu Mushta ma'noda. yaxshi nomerlarni olib keldim. Tomoshabinlarning meni yoqtirishini bilet tashishini umid qilaman, rahmat. Ham Dilshodning iqtisodiy yaxshi bo'lgan bo'lsa, hozir butun tomoshabinlarga 10 so'mdan pulni taqdim etdim. Dilshod, sizga futuq tilaymiz Ukam. Rahmat. Futuq tilaymiz. Bo'ldi aziz mehmonlar, rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Ma'qul. Alkış sadalarımız bilan 2-chi nomerlik mayrimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Bilgi de sevdi şaka birer mal satar Hemme iş kapışkan o Sıkışıp odun yarar Evet Allah işleri Onu gıyla karaydı Yoksullarla perzenti Kaldır dışka yaraydı Sakandak köçetli Şunda bunlar meyvesi Uriki gayar yaşar İçiler gül gonçiyesi Bilgi de kovdi Tertüküp ediz açar Hemme işte baş bulup işleri abiga yarar Evet Allah işleri onu gıyla karaydı Yoksullardan perzenti Kaldır dışka yaraydı Koysa kandak köçetli Şunda bunlar meyvesi Uriki gayar yaşar İçiler gül gonçiyesi Uriki gayar yaşar İçiler gül gonçiyesi İşte size de bir salomınızı yol etemsiz. Assalomu alaykum, Nahmaydondagi gulchiraylar. Assalomu alaykum, hurmatli navqiron apandilar. Yana televizor ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar. Guchun qizi Ruqiyadan sizlarga o'tliq salom. Bu qitim yana o'quvchilaringiz bilan birga gapsiz, ha? Shundoqmi shu so'rinda balkim o'qituvchilar bo'lishi mumkin. Bir o'qituvchining eng cho'ng g'alabasi yana eng cho'ng xushallik bo'lsa, shu o'z o'quvchilarimiz sahnada o'ynagan usullarini o'ziga etgan, yana shuningdek o'ziga etgan naqshlarni aytgandimi ortiq xushallik bo'lmasi kerak. Siz oylik yulduz bo'lib Go'jonga qaytgandan keyin hamda qanday o'zgarishlar olib turibsizda? Demak, men shu Navo sahnasiga chiqqandan keyin haqiqatan menda o'zgarish bo'ldi. Shu bizning Go'jon xalq intayin san'at xumar xalq. Balki shu Nahmaydondagi nurg'un do'stlarimiz bilmasligi mumkin. Bizning shu Go'jonda nurg'ulg'an sayat rayonlari, yana shunday nurg'ulg'an asar atiqalar chiqdi. Uningdan boshqami hech qanday san'at maktabida o'qimagan, san'at intayin qiziqgan bizdek san'atkorlar intayin ko'p chiqdi. Shunga men shu Navo sahnasidan bundan keyin shu Go'jonga kelgan barliq shu mayirlarni qarshilashinglarni umid qilaman. Voy, qarshi Albatta qarshi olamiz. Biz har vaqt, har qachon, har kimni qarshi olamiz.
Rahmat sizga da. Xo'sh, Rahmat, sizga rahmat. utuq tilaymiz. Qani aramag'ashtiring. Undaqda ko'pchilik olqi sadolarimiz bilan 3-numurlik mayrimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Anam çıkadı mı kekli gel Ayar eydadan çıkadı mı kekli gel Ayar eydadan çıkadı mı kekli gel Kapazdan kadrini bilmey Cinim ey, cinim ayar ey Küçük ketken saran kekli gel Cinim ey, cinim ayar ey Ketken saran kekliğe Bilip çeturini sinirey Ayar ey süzüp alsın seni kekliğe Ayar ey süzüp alsın seni kekliğe Buğundun zıkça yasaray Cinim ey, cinim ayar ey Kavap bulsun seni kekliğe Cinim ey, cinim ayar ey Kavap bulsun seni kekliğe Cinim ey, cinim ayar ey Kavap bulsun seni kekliğe Muborak. Mübarek olsun mübarek. Xo'sh, Muborak, oldi bilan ko'pchilikka salom berib olamsiz. Assalomu alaykum. Nava programmamizga ishtirok qilgan barliq qarindoshlar, To'qsin o'g'lani Muborak Muxtardan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman hamda samimiy salom yo'llayman. Shundaqla To'qsindinki azroq shamollardan, bo'ralardan ag'ash keldim. Nalırdınço. Nallardim ag'ash keldim. Kumçu biradu kum ağaç geldi. Muborak, tayyorlik puxta Aqchon. Endi tayyorlikni endi yillik musobaqa bo'lganda tirishib o'zimiz endi eng yoqtiradigan, yaxshi ko'radigan naqshlarni, shundaqla nomerlarni olib keldik. Bir maşallah deb 4 maşallah küçep sizde bir yer. Shunlashqa Muborak, sizning bu puxta tayyorlik bilan kelganingizga ishonamiz. Aqchon deydigan ancha-muncha gap so'zlaringiz bordu. Endi biz endi kasbiy san'at o'maklarida o'qimagan bo'lsak-mu, lekin endi o'zimiz tirishib mushu cho'ng sahnalarga chiqib shundaqla mushu Navadek shundaq yaxshi bir programmaga qatnashganligimizdan o'zimni shundaq baxtli his qilaman. Sizlarga o'xshash yaxshi mayrlarning programmamizga qadam tashrif qilganligidan bizmi o'zimizni shunday xushal his qilamiz. Rahmat inim, sizga utuq tilaymiz. Navbatda 4-numurlik mayrimiz sahnaga chiqmoqchi. Tomoshabin do'stlarimiz olqish sadolari bilan uni chaqirgan bo'lsa, qani marhamat. Marhamat. Nege var sen ay kağa vay kağa yey
Kardeşim. Karşı alınız. Rahmat. Roşengül köpçülük aldı bilen bir salam veriyordu. Ma'qul. Assalomu alaykum. Naq maydonda o'tirgan barliq aziz tomoshabinlar, ekran oldida o'tirgan barliq ko'rarmanlar. Men 4-numurliq mayir Ro'shangul Abdurahmondan o'tliq salom. Qandaq tayyorlik bilan, qandaq ideya tayyorlik bilan keldingiz ukam? Rost gapingizni qiling. Qayergacha borasiz? Mening tayyorlab kelgan numurimni o'tirgan barliq aziz tomoshabinlar baho berdi. Yoqtirib ko'rish, yoqtirib anglishi mush tomoshabinlarning o'ziga bog'liq. Mening deydigan ko'ngil so'zim mushu sahnada o'zim eng yaxshi ko'rgan numurlarni mushu Shiroqdan kelgan tuqqanlarimga ham barliq aziz tomoshabinlarga taqdim qila olsam shu mening eng zo'r utqum. Sizga utuq tilaymiz, chiroyli singlim, aramag'ashtiring. Rahmat. Bizning bu o'tgandagi eng oxirgi mahirimiz sahnaga chiqish oldida turadi. Ko'pchilik alqi sadolari bilan uningga madad ilhom bersa, meningcha u bizga nayt chiroyli naqsini taqdim etdi. Qani marhamat. Marhamat. Nemengan diyim keter bulsam, meni yoklar kişiyem babu, meni yoklar kişiyem babu. Gariplik şehride olsam, meni yoklar kişiyem babu. Gariplik şehride olsam, meni yoklar kişiyem babu. Bu meskin zar mezhepli vay kişi halini bilmeydi, vay kişi halini bilmeydi. Bu yerden baş ilip kesem beni yoklar kişiyim bana. Bu yerden baş ilip kesem beni yoklar kişiyim bana. Yarım kilor kol silip doğra duruyor yelim. Yarım kilor kol silip doğra duruyor yelim. Hayatın çekip yalla yüreğimde ot siyelim. Hayatın çekip yalla yüreğimde ot siyelim. Bu melige oynay dep geldim. Bu melige oynay dep geldim. Yaxşı demsiz, yaman demsiz, sınay dep geldim. Yaxşı demsiz, yaman demsiz, sınay dep geldim. Bu melige yollar var yekin. Bu melige yollar var yekin. Yar ağrıtıp bulup kaldım, duri var mekin. Yar ağrıtıp bulup kaldım, duri var mekin. Aya derdim vay derdim Xo'sh, Asqar, ko'pchilikka bir salmoningizni yo'llab o'tding oldi bilan. Assalomu alaykum. Navo programmasiga barcha aziz mehmonlarimiz, ustozlarimiz, kechingizlar xayrli bo'lsin. Kamin Asqar Yunusdan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Asqarning ideya tayyorligi qanday ekan? Bugun xil xushal, jushqin kayfiyat keldingizmi? Ya'ni nurg'un iztiroblar ilkida qadam tashrif qildingizmi? Yo, men sahnaga chiqsam xushal bu. Shu, sahna bo'lsa bo'ldi. Naqsh aytishni yaxshi ko'rgan odamga sahna bo'lsa bo'ldi, afkam shunaqmi? To'g'ri, Asqar ma bugun o'zining yeshiq cho'nkib qolgan naqshadan birini aytdi. Qutuq tilaymiz inim. Rahmat. 5-numurliq mayirimiz Asqar naqsini aytib bo'ldi. Undaqda biz qara mayirlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. Baholg'uchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Qani, marhamat. Birinci numurluq mayırımız Dilşat Tursun. Senin avvalki meşrep degen naqşaң avazыңga bu düşüptü. Endi keyindelki bir görünüş qıpsa ayaqqa. Aşı meşreptin sorunu
нақшыға азырақ сусыз кеп қалды. Әрекетлері бір жалығырақ болған болса, ашылар білен бірлікте, арылышып, масылышып, мында қағам сантайқым яқшы шықты. Сан Амет яр болсын. Рахмат. Руқия. Сіз Қызыл Шырақ операсыдaki bir нақшыны орындадыңыз. Біз яман кичік вақыт, менің интайын кичік вақытларымда, башлаңғыш вақытларымда. Шу вақытыда біз баятыз орылған нақшыны Тұнса Салайдың орылған. Найт яқшы етқан, менің есімді шүнчілік бар bu aham. Bunu kim yazgan bilemsiz? Bilmeyken mi? Çıraqna egisi çıkmadı. Bunu merhum senet ustazımız Gıyasıdın Barat yazgan. Azırak yeri okşumay kaldı. Kayır desiniz. Day 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 Bunda ilin çoğuşur. Ama lekin körünüş emniyetin şunak yakışı buldu. Ahmet Yarbısın siz mi? Rahmet. Mübarek kelsek, senin orulluğunun sayran bulbulun mukamı, kumulun Kumulniki. Nayet yakşı oruldun. Nim deme? Avazın bulsun, orululaş bulsun, purak şivelerine ilişkilerin bulsun, intan yakşı. 4. numaralı ayrımız Roşengül. Avazın şunçilik yanrak. Bu halk naksı. Siz Risalet Hafız'ın Aşı xalq nasıl etşik, aşı uslubunu yani bir anlap bakın. İkisini biraz juğasınız, tekimi mükemmel tekim yakşı çıkıdı. Ahmet yar olsun sizge. Rahmat. Asqar. Yaxşım sen? Yaxşı. Hali de aytdınız mı ya da? Nava muqamının muqaddimisi Cüla senin orladın. Avazın nahati yanırak cuşkun. En mühimi ahangını yaxşı mükemmel igellepse. Rahmat. Avazın yoğuruk çıktı, bunu ahangına toluk orladın. Her cihetten işi mükemmel igellepse. Rahmat. Ahmet yar bolsun. Hemmalarga Ahmet yar bolsun. Rahmat Dilshatqa. Birinci nomorluq mahirimiz Dilshat Tursun. Avaz tusunuz yoruq, jalliq sap avaz. Bu qitimni tanlagan naqşыңыз yengidin yaxshi yezilgan naqshga bo'libmi ovozingizga bak moslashibdi, ovozingizdagi ortiqchiliklar naqshida to'liq aks etibdi. Sizga texmi zo'r utuqlar tilayman. Rahmat. İkinci nomorluq mahirimiz Ruqiya Abdurazaq. Naqshidagi puraqlarnimi yangicha o'rinladingiz. Onundan boshqa eng muhimi sizning umaq o'quvchilaringizmi o'zining nafs usul harakatlari bilan sizga bir husn qo'shibdi. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. 3 nomorluq mahirimiz Muborak Muxtar. Naqshidagi mo inchik puraqlarni xilil dal joyiga apirib, voyaga yetkazib o'rinladingiz. Naqshidagi muzikalik hissiyotlarni ifodalashingiz yaxshi bo'ldi. Davomliq izlaning. Rahmat. Rahmat. 4 nomorluq mahirimiz Roşengül Abdurahman. Avaz doirangiz kengri, yangroq avaz. Bo'libmi naqshidagi hissiyotni ifodalashingiz eng muhimi Muşu chiroy mimikalaringiz meningcha shunchalik ro'shan, jonliq bo'ldi. Sizmi davomli izlaning. Rahmat. 5 nomorluq mahirimiz Asqar Yunus. Sizmi navo muqamidan ariya etkapsiz. Ovoz sharoitingiz haqiqatan yaxshi. Ovoz tusungiz yangroq, naqshidagi so'zlarning bo'lib-bo'lmish tekstdagi so'zlarning talaffuz qilinishi aniq, ravon bo'ldi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Dilshat ukam, Meşrep degan naqsh aytdingiz. Bu naqshga birinchisi nayt yaxshi ishlangan naqsh ekan. Yaxshi ishlanibdi. Nayt yaxshi o'rildingiz. Endi abim Dilshatni deb aytdim, mana shu o'tag'an meşrepchilaringiz bilan siz azroq ayrılib qoldingiz. Meşrepning ichida emasdak, bir xil hissiyat bo'lib qoldi. Allah o'zi meşrep qilayotgan, siz menda ayrim naqsh aytayotgan bog'ning ichida. Allah bog'ning teshida uyda bo'lgandek bo'lib qoldi. Endi esa shu avjiga chiqqan vaqtida sal mush mikrofon sizlarni sal bo'g'lab qo'yayotamdi, erkin emasda. Avjiga chiqqan vaqtida menda bir qiyofat jihatdimi, bir mardona bo'lsanglar, texmo yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Ruqiya singlimiz Qizil Chiroqni aytdi. Bizning atoqli artistlarimiz yaxshi o'rinlagan buni. Uning ustiga bu asli xanzuchidan Uyg'urcha tarjima qilingan bir hozirgi zamon Yangbanshi deymiz, hamda Jinji teatri. Shu o'rlangandan keyin bu mamlakat ichida dang chiqargan. Endi buni qanday bo'lib siz shuni aytishni tanlab qoldingiz? Chunki bu naqshini men kichigimda bu teatrni qat'iy ko'rib boqmagan, lekin ota-onam bek yaxshi ko'radi bu naqshini. Shu aytgan menga bek ta'sir qilibdi-chu bu naqsha. Shuningla men bir aytib boqay bu amdayligimda qarz qarmoqqa bir otaning
Yani shuningdek shu yo'qsillarning balasining baldir ishga yaraydiganligini tasvirlagan naqsh ekan. Bu hamda yangilik yetib baqay deb o'zim aytib baqgandim. Ovozingiz bilan biroz moslashibdi. Sizga rahmat tilayman. Rahmat. Muborak ukamiz, siz o'zingiz kichik bo'lsangiz mana aytdi. Milliy ohanglarning puraqshivi jihatini, yerlik alaylikini nayt yaxshi egallabsiz. Mushunal mangayirgan bo'lsangiz cho'qim yaxshi bir san'atkor bo'lib chiqasiz. Sizga rahmat tilayman. Rahmat. Ro'shangul, sizlardek yoshlarimiz mushunday tirishadigan bo'lsa, bizning ajdodlarimizdan kelayotgan bizning munavvar asarlarimiz texmo üzülmay kelgusi. Agar mushunday tirishadigan bo'lsangiz, sizmi kelgusida Risolat Hafizga o'xshash donliq naqshi bo'lishingiz mumkin. Rahmat tilayman. Rahmat. Asqar ukam, sizmi muqomni yaxshi o'rganibsiz. Muqaddimasi Jula sanam cho'ngchalik qatorliq hammasidan bir ariya o'rildingiz. Bu nayt yaxshi bo'pti. Mening abiyam deydiganim yana shu orliqdiki, masalan, sanamga kelgan vaqtlarda masalan, bir qo'lingiz mikrofon bo'lsa, bir qo'lingiz bir harakatlarni qilib, jushqun bir holatni qilsak, ilmi jushqun bo'lamayotimiz, texnik jushqun bo'lsak, san'atimiz yaxshi bo'ladi. Undan keyin qisqa deb qo'ydiganim muqomni musobaqa uchun yoki falan bir o'yin uchun emas, haqiqiy ishingizdan kuyib yurgansiz, balkim kelayotganlarda mukammal bir muqaddimani anglashimiz mumkin. Hammalarga rahmat tilayman, rahmat. Birinchi nomerlik Mayer bu qatimqi naqsha aytish jarayonidagi ovozining tusi uchuq, yaqinlik bo'ldi. Jonliq, ovoz doirasi bir qadar keng. Uningdan boshqa yana ovozining yuqori tuvan qismi takshi. Ifodangiz yaxshi bo'ldi. Rahmat yor olsun. Rahmat. Ikkinchi nomerlik Mayer ovozingiz yaqinlik, müzik sezimingizmi kuchlik. Bu Qizil Chiroq operasi Bejinda 1-Avgust kino studiyasi tarafidan suratga ilingan aningda 75-yilda. Buni o'zingiz xos holatda his qilgan bo'yicha aytdingiz, yaxshi aytdingiz. Mening bir talabim, siz mushu naqsh aytish kasbini yaxshi ko'rdi ekansiz, ham mushuning sodiq ekansiz. Undaqda texim oxirgacha olib chiqing. Bu jarayonda ovozingizning tutuq qismini texmi ro'shan ochiq qilishga tirishing. Mushtaraflarni bilmasangiz texmi naqsh aytish mahoratingiz ajoyib bo'lib ketadi. 3-nomerlik Mayer naqshining o'zi xos muzikalik o'yintishlarini ifoda qilishimi hissiyotliq ham melodiyaga sodiq bo'lgan holda ifodaladi. So'zlarni elishimi boy degandek yaxshi. Rahmat yor olsun. Rahmat. 4-nomerlik Mayerning ovoz tusi haqiqatan yaqinlik, ovozining yuqori tuvan qismini takshi, shu naqshining o'zi xos puroqlarini yaxshi elishga tirishgan. Rahmat yor olsun sizga. 5-nomerlik Mayerning ovoz doirasi haqiqatan bir qadar keng. Ovozining to'g'ri bor. Muzikalik hissiyotingiz yaxshi. Muzikaning har bir bilimlarininki puroqlarga sodiq bo'lishingiz, aynan ifodalashingiz yaxshi. Rahmat yor olsun. Rahmat Hafizga. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Vaslig'ot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy biyo-fan-texnik cheklanish shirkati alohida qo'llagan yangi navo programmasining yillik cho'lpanni tanlash yerim hal qilg'ish musobaqasining 1-guruh musobaqasi. Programmamizning bosh qismida tunishtirib o'tgan bizning san'atkorlarimiz mana hozir qo'lidagi qimmatli 10 nomerni kimga berish to'g'risida ciddi o'ylashyapti. Aldi bilan san'atkorlarimizning kim uchun bilet tashlaydiganligini ko'rib boqamiz. Qani. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, biz alohida taklif qilgan san'atkorlarimiz qo'lidagi qimmatli 10 biletni kimga tashlash to'g'risida o'zlarining mayilligini ifodalab o'tdi. Bu qog'ozda shu natija oshkora bo'ladi, ko'rib boqamiz. 4-nomerlik Mayer, 4-nomer, 4-nomer, 5-nomer, 3-nomer, 1-nomer, 3-nomer, 5-nomerlik Mayer, 5-nomerlik Mayer. Xo'sh, bizning san'atkorlarimiz nomerlarini berib bo'ldi. Albatta, eng oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi qari ko'zlarda. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, bir paras qilib boqqan bo'lsa, bizning 5 nafar mayerimizdan zodi kim bizning 1-guruh musobaqamizning cho'lpini bo'la oladigandir. Albatta, to'g'ri paras qilgan tomoshabin do'stlarimizga mukofot buyumlarimiz bor. To'g'ri paras qilgan tomoshabinimizni Jungodagi 3 darajalik ishonchli korxona Xinjiang Paxta Sudi cheklanish shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan sap davo yurishlik hasanlari bilan mukofotlaymiz. Undaqda paras qilib boqsanglar.
Meningcha 2 nomerlik Mahir 1 olamdik deyman. 4 Mahir bu 1 bulamkin. 5 numaralık Mahir'nin birinci bulduğu da peraz kıldım. 3 numaralik Mahir 1 olamdigin deyman. Rahmat. Undaqda qaysi to'rt mayırımız ikinci ötkelgi muvaffaqiyatlik o'talaydigan ekran oldidagi qadrli tomoshabin do'st, balkim sizmi javobiga qiziqyapsiz deyman. Kanalni yo'tkamay. Birdam saqlab turing. Qisqa e'londan keyin javobini. Rahmatdan qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib, bilet tashlashni boshlashinglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mayirning rad nomerini to'xtamasdan to'lsanglar bo'ldi. Bu balkim uning omad olib kelishi mumkin. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kendiler ödüp neticelerini körüp baksanlar buludu. Keyingi o'tgangi muvaffaqiyatli o'tgan mahirlarimizni muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Qilib tövanga tushib aram og'ash tursanglar bo'ldi, tayyorlik qilish tursanglar bo'ldi. Marhamat. Hozir nimalarni degingiz bor? Men shu Nava Sensi dastlab qatnashganda degan menimcha ko'rarman do'stlarim bilasizlar. Men uchun natija muhim emas. Xo'sh, undaqda ikkinchi o'tkilimizga o'tib ketgan bo'lsak, Nava programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz. Nava saknisi mushumidi? Voy. Assalomu alaykum bova. Va alaykum assalom balam, va alaykum assalom. Bu yerga chiqib qolibsiz-ku. Voy, sizni to'niganda qilyapman men. To'niganda men nada ko'rgandingiz? Voy. Navada danışıydı gördüm, danışıydı arras. televizyon- Tayır balam qo'ysin, to'ning aldım ben, tayır balam qo'ysin. Men. Ha, men Navaga nomer ko'stay deb keldim. Nomer ko'staydi? Ha? Tizimlatganman unda bo'lsa? Voy, bu qiyirganda nega tizimlatmayman? Voy, hamda biz har bir son Nava programmamizni qo'yganda ko'ryapsiz aqchan. Balam, qara. Sizni men to'nigandan keyin kirib o'zingizni tizimlaytdingiz. Men iya deb o'tirib turay. Bo'lamdi? Men tizimlatamda. Mas'ul bey boshliqsiz deb qo'yinglar. Ha, bo'pti. Siz Anda unda olsa bo'lsa o'tirib agama qarshi turgan, men mas'ul adamni tepib chiqay, sizni bir tizimlaysin. Bo'lamda? Nima degan chiroyli bu yer. Ma'qul. Uhu. Pah. Ha? Dadamma? Nima? Apla. Ma'qul dada yondirib keldi. Astagfirullah. Va meni bir yashangan buvam batdi-ya. Nava kelyapti, astagfirullah. Bu buvam nesa? Qanday uchu? Voy buva? Voy balam, soqada kelib qoldi. Men seni izlab keldim bu. Dadam kelgandi. Ya dadam kelmedi. Sen qanday kelding? Voy, nomer ko'rsatganda Navaga. O ma'limizniki Mehmet Tang vago. Ha, Mehmetga. Ha, o shu pikupda kelib qo'ydi. Astagfirullah. Kichik mashinista degina bu. Ha, kichik mashinista. Kela o'tirib bu. Ya sen Navaga nomer ko'rsatgin keldingmi? Ha. Nima Hozir o Tayir inim mas'ul boshliqni chaqiraman deb kirib ketdi. Men men saqlab turdim-ku mana. Astagfirullah bu. Bu sening ishing bek cho'ngib qoldi. Bu Navaga sen toz tushmasamki? Voy, men Nava programmasida yosh cheklimiz yo'q dedi-ku. Ha? Astagfirullah. Ha, yosh cheklimiz yo'q debdi-kan. 80'de nakşi, 90 çolpan bulaydı adam. Bak yaptırığını kara. Estağfurullah. Ya buva. Bu adamın micaz bek. Buva, bu Nava programısı deginimiz bir qancha bosqichlar bölündü bilemse. Qani bilmayman. Masalan, bu Nava programısı deginimiz hozir xalqimiz yaxshi ko'rib kelayotgan programlarning bir qismi. Masalan, Nava programısida bizning naqshimiz bosqichi, parvoz bosqichi, qeyrindoshlar bosqichi degandek. Voy, balam, men qeyirlar bosqichiga naq tushman ekanman. Astagfirullah, buva bu qeyirlar bosqichi emas, qeyrindoshlar bosqichi bu. Manda degan qeyrindoshlar bosqichi degan. Ay, Astagfirullah. Mushlar qanday qilsa bu? Voy, hammasi guzam chiqimi? Hammasi guzam chiqsa, uchunda qopshira ko'p ketdim bu. Voy, dangshidi birisi deydi-ku, qopyuraklar chiqdi deb. Astagfirullah. Kela. Ha? Buvamni akasiyam bo'ldi, bir amallarni qilib. Buva, men sana bo'ldi. Bir qancha nomer ko'rsatdi. Ha, ko'rsatgan. Mush nomerlarim yarab qolsa, biz uyga berib, yaxshi mashq qilgan ahvol asosida onandikin kelib, men seni tizimlatay bo'lamdi buva. Ya, sen bir aldı bilan ko'rsatgan nomeringni, men bir ko'ray.
Altı tatayımı, yambu tatayımı, gelme gelgeninge rahmet itayımı. Altı tatayımı, buva. Lan beni yine. Vay beni yine beni tüne. Vay vay. Ya buva. Ya Allah. Canım buva. Bu teknede tüzek turamavazsan, bu nava kanda katışsan ki canım buva. Kayıtı vat eme. Nime? Kayıtı vat eme. Ne kaydı atsa? Yaşlıkta. Allah. Neydi kandıma buvam. Ah muhabbet. Viye. Ah muhabbet. Bu 80 girgende muhabbetteydi. Muhabbet. Goya bir deniz. Estağfurullah. Turup men her günü seher. Ulan nime? Çıktım deniz boyları Yaşlı koydum. Saçımını şok şamalla yalpıdı duyange. Seni uylaymen, seni uylaymen, seni uylaymen zarlap jığlaymen. Viye. Alamet itimetten bu. Kanda! Kile canım bu. İtalandan tıkemen bana. Buva. Ya buva. Bu nakşlar ne düğendi? Veyşinden. Estağfurullah. Bu nime deydi kandı? Öndidar digine buva, öndidar. Ay öndidar bindidarlığını koy. Ha. Hele bir uzun çaşlık Mongol nakşçı var o. Uzun çay. Ha şu Mongol nakşçının nakşını tın mı, deytan mı? Estağfurullah. Buva o tın emas. O Moğol halkının fakirlik nakşısı. Tıngırının. Tentang mıdak yaylaklı muhabbet diyen nakşısı o. Buva abek bulmaz mı ki canım buva? Lan da tempo. Çin do kuşe Viye. Meyla da sauya. Biraz tıngır. 这是我的家乡哎， Viye. 跟着的骏马，结尾的羊群羊哎，还有那姑娘，这是我的家乡哎。 我的家，我的家，我的天堂。Uy, şamdan boğuşu. Uy. O ne çok pandigen. Kanla itibatlı. Ama buamın munda yadır o ki. Buam. Maşında itibatlı canım buam. Açta gittim la. Maşında itibatlı. Açta Buldu. gittim. Ben müsem katlaştırma navagasını. Aldım aysa şunu. Ya buldu. İşkimiz tizimletip mesini katlaştırma buldu bu. Katlaştırsa. Var ras. Aldım aysa. Oldu mu mesini? Cüreyim sen. Ha, çok pan buam. Benim buam. Müsem katlaştırma buam. Sen yarimni ko'rsatmaga yo'lning yiroq. Sen yarimni ko'rsatmaga yo'lning yiroq. Saykarızdan ötmegiçe bana görünmez. Saykarızdan ötmegiçe bana görünmez.
yarım gün. Bizning parvoz bosqichimizmi oxirlashish oldida turyotidi. Unda bo'lsa, bağlıqçılarımızın qimmatli taklif fikrlarini birlikte anlap baqsaq, marhamat. Birinci numurluq Mahir kichik dadisi bilan yuqoridagi etotni nihoyat obrazlik, mahoratlik holatda yaxshi ijro qildi. Mazmun nihoyat yaxshi ekan, ko'p qirliq nurg'un millatlarning naqshlarini yaxshi ijro qildi. Omad yor bo'lsin. Muborakmo nihoyat yaxshi o'rladi naqshini. Bir muzikani chilib turib, naqsh o'rlamoq intayin tez. Mushu elektronlik asob bilan chilib etmoqmi oson emas. Nihoyat yaxshi o'rladingiz, nihoyat yaxshi moslashdi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 4 numaralık mahirimiz Roşengül Abdurrahman. Sizmi bu basqışның tələbi boyunca tilsiz teatr epkepsiz. Demek siz özünüzдің şu aktörlük cəhətdeki özünüzдің talantını ispadildiniz. Sizge mübaht omad tileymen. Rahmat. Asqar efendim, g'ijektek chevettin. Mushu muzikachilik jihatda izlangan bir naqshchi muzik chala olsa, bu yomon yaxshi bir ortiqchilikchi bu. Bu yomon yaxshi bir ortiqchilik bu. Rahmat. Hammanglarga yor bo'lsin. Rahmat Dilshatga. Endi programmamızga alayda taklif qilingan bizning san'atkorlarimizni mushu sahna ustidagi 4 mayirga bilet tashlashini umid qilamiz. Qaysi mayirimizga qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berdi ekan? Hammamizning jurtga bir xil selyapti hozir, ha? Unda bo'lsa san'atkorlarimiz tashlagan nomerlarni o'qib o'tsam, 3-nomer, 3-nomer, 5-nomer, 1-nomer, 1-nomer, 5-nomer, 5-nomer, 5-nomer. Eng oxirgi tanlash huquqi yanalam tövəndə o'tağan tomoshabinlarimizda. Undaqda tomoshabinlar qulaqlarga bilet tashlag'ishni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Undaqda bilet tashlash başlandı. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Undaq bo'lsa, natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Marhamat. Natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Bizning keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Mush fursat nima deganingiz baynim? Meni qo'llagan tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Shu munosabat bilan ota-onamga, singlimga, shularga eng oliy ehtiromimni bildiraman. Yaxshi tilaklarimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Albatta sizga ko'ngil sovg'imiz bor. Jonon Sudi chekli shirkati ta'minlagan shakillar grim buyumlar bilan mukofotlaymiz. Apangizga sovg'a qiling. Biz har bir mayirimizning sahnadan kulib turib chiqib ketishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Inim. Rahmat tomoshabinlar, ko'pdan ko'p rahmat sizlarga. Sana ko'pdan ko'p rahmat. Unda qilsa Ramila bizning keyingi bosqichimizga o'tib olamiz. Bo'ldi. Bizning keyingi bosqichimiz qarindoshlar. Bu dünyada baktım benim anamsız anam. Bu dünyada baktım benim anamsız
anam hissiyatlı sözleriniz dilimde anam hissiyatlı sözleriniz dilimde anam ey mihriban anam ey kadirlik dadam Geceleri ak süt verip arzulap bakan Geceleri ak süt verip arzulap bakan Ağzı bilen nan süt verip öpülep bakan Ağzı bilen nan süt verip öpülep bakan Kız yigitler atanını hürmet kılınlar Kız yigitler atanını hürmet kılınlar Toğra ötmey al dedin izzet kılınlar Toğra ötmey al dedin izzet kılınlar Ey mihriban anam Ey kadirlik dadam Ey mihriban anam Ey kadirlik dadam Görüngen tağ yirak emes bizge muncular Görüngen tağ yirak emes bizge muncular Kirin kürüp nevre kürün izzet dilimler Kirin kürüp nevre kürüp izzet dilimler Ey mihriban anam Ey kadirlik dadam Ey mihriban anam Kadirlik dadam Assalomu alaykum Murat aka. Aleyküm assalam. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Xush kelibsiz aka. Murat aka, Yuraksiz yillik nam. musobaqada enasiga qanday bir ko'ngil so'zi bor deb anglab boqim kelyapti. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Shu programmamizga qatnashib o'tirayotgan barliq aziz mehmonlar, atinglar salomat bo'lsin. Mening kutadigan umidim nihoyatda oddiy-chu. Mushtabda mana men shunda qoyil bo'ldigan, o'zim shunchalik hurmatlaydigan, hurmatga sazovor kompozitor ustozlarimiz o'tiribdi. Men bo'lsa bu inimninki bo'lsa yaxshi xalqqa yaxshi xizmat qila oladigan, xalq naqshlarini avloddan avlodga yetkaza oladigan yaxshi bir san'atkor. Mushtaqda shu o'tagan barliq san'atkorlarimizga shundaqla eng kam bo'lganda bizga o'xshagan artist bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Rahmat Murat aka. Rahmat, rahmat. Chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Unda xo'sa tuvanga tushib aram og'ashtiringlar. Unda xo'sa keyingi moyirimizni sahnaga taklif qilsak, qarindoshlari bilan qandaq esil nomerlarni yeb keldi ekan? Qani, marhamat. Marhamat.
tehi yaratmasan ahnanni bugün sag'ri izlab yursan tehi yaratmasan ahnanni bugün sag'ri izlab yursan tehi yaxshi bo'lsang omad qishingda yomon bo'lsang abad qishingda sig'masmay atgan ishingda ko'rmaganni ko'rsan tehi yaxshi bo'lsang omad qishingda yomon bo'lsang abad qishingda sig'masmay atgan ishingda ko'rmaganni ko'rsan tehi ahlim sana yo'l ko'rsatgucha bir qo'lingni ikkiga atgucha eshigingni talaycha talay xiyol sursan tehi ahlim sana yo'l ko'rsatgucha bir qo'lingni ikkiga atgucha eshigingni talaycha talay xiyol sursan tehi har kim balkim shahmat emas lekin dunyo tamom dard emas kunda o'ynash mangu shart emas talay o'ylab ko'rasan tehi har kim balkim shahmat emas lekin dunyo tamom dard emas kunda o'ynash mangu shart emas talay o'ylab ko'rasan tehi qizg'in qarshi olamiz. Qarindoshlarimizni o'z og'zingiz bilan bir tanishtirib o'tamsiz. Şinjan Sanat İnstitutu aktörlük kasbining bir sınıfning bolalari hammasi. Mening singillerim, inilerim bo'ldi. Mendan 2 qarar töven yillikda o'qigan. Qancha sinflarni bir davitdan afkam? 2010-yillik milliy aktyorlik sınıfı. Sizlarga Rahmat. kasbda texnik yaxshi natijani qo'lga keltirishinglarga tilakdoshmiz. Rahmat inilerim, singillerim. Sizga ham shunday chiroyli qiz. Qutuq tilaymiz. Qani aramag'ashtiringlar. Qarindoshliginglar mangu davomlasin. Qarindoshlar o'tganimizga eng oxirgi mayrimiz qarindoshlar bilan haqjandak yaxshi numurlarni olib keldik. Birlikda ko'rib boqamiz. Marhamat. Rahmat. Muhabbatga to'lar bu dunyo, bersang agar mehri
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Asqarning akasi. İsmingiz nima edi? ismim Qaysar. Qaysar. Ha. Bu Nava degan naqshimi? Shu Nava programmasiga atab yozgan naqsha. Unda bo'lsa, sizning uchun yurak so'zingiz bordu? Şu inim Asqarjonninki, bundan keyingi ishlarininki, bo'z qutuqliq, bo'zmuş kasb jihatdan inimninki bundan keyin chuqur qutuq qazishga tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat. Daha sonra küçük arama kaçtıran bolsanız, ondan sonra bahalıqçı ustazlarının mahirleri bo'lgan bahasını anlap ötken bolsak. Mubarak Muxtar, öz qeyrinişiniz bilan Anam namlıq naqshini chiroyli akkord ovozlar bilan yangicha bir xil uslubda o'rinladinglar. Ikkinlarning ovozi shunchalik o'zaro moslashibdi, o'zaro yeyishibdi. Davomliq yana sizga omad tilayman. Rahmat. Ro'shangulmi ma bosqichda saboqdoshlar bilan o'zingizni uygangan kasbingizni qildingiz. Naqshni yaxshi ekansiz, o'zingizning o'qigan kasbingizni sahnada namoyon qildingiz. Siz tirishchilik ko'rsatdingiz ham bunaqa. Astoydil muomala tutibsiz. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. Asqar ukam siz shu Nava degan gap bir yuragingizga o'rnab ketgandek qiladi. Qachon tushib ko'rsangizmi Nava deb cho'chib o'rnab ketgandek. Shunda ishtiyoqingiz bor ekan. Nima uchun deganda men birinchida muqamning Navani tanladingiz. Shunaqa Navadan boshlab oxirgi Navada tugatmoqchimisiz? Lekin men Nava degan naqshingiz nihoyat yaxshi chiqibdi. Lekin men hayajonlanyapman. Nihoyat opirin deyman. Sizlarga omad yor bo'lsin. Rahmat Abdurahmon aka. Unda bo'lsa, alohida taklif bilan qatnashgan bizning san'atkorlarimiz qo'lidagi qimmatli 10 nomerni qaysi mahirimizga berdi ekan? Unda bo'lsa ustozlarimizning mahirlari bergan bahasini o'qib o'tgan bo'lsak, 4-nomer, 3-nomer, 4-nomer, 5-nomer, 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 5-nomer. Endi tuvanda o'tag'an tomoshabinlarimizning tanlashiga bog'liq bo'lib qoldi. Unda bo'lsa, qulonlarga bilet tashlash deyilib, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Undaq bo'lsa, natijanglarni ko'rib beqinglar marhamat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizning keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Tuvangi Muborak xayrli bo'lsin. xabarlarni Keyingi qilsanlar bo'ldi. bosqichda qilsanlar bo'ldi. Savoq dishim. Ha. Mening savoq dishim. Hech kimni savoq dishida. Shundoq. Roshangul, kayfiyatingizda mencha o'zgarish bo'lmadi-ku deyman. Musobaqa maydonining natijasiga bir nima deb bog'lanmaydi. Balkim tayyorligim yaxshi emasdi. Lekin tayyorligingiz intayin yaxshi. Bog'liqchilar deb o'tdi, tayyorlikni ayt yaxshi keldi. Lekin hech qisi yo'q. Bizningki san'atga bo'lgan qiziqishimiz buni o'liq bilan to'xtab qolmaydi. Albatta. Sizning keyingi kasbiy hayotingizga chin qalbimizdan ko'p utuqlar tilaymiz. Rahmat. Roshangul sizning Muallim elektron fan texnik cheklik shirkati ta'minlagan Bilihpat bilan mukofotlaymiz. Bilihpat. Muborak bo'lsin. Qizg'in alqishlar bilan Roshangulni uzatib qo'ygan bo'lsak, Qabul qiling. rahmat. Unda bo'lsa, keyingi bosqichimizga o'tib ketamdi. Bo'ladi. Qani, alqish.
Baxtlikdə his qılamsan özünü Aşkınımda tam da bir cüp gözünü Ben kırmızam düşünge Yar bulmasam kışında Yalnız geçer sığıngan desem beni Ben kırmızam düşünge Yar bulmasam kışında Yalnız geçer sığıngan desem beni Baxtlikdən es qılamsın özümü Ötdü yenə qar yağmağan qışları Dirizəmdə qaldı tənham onları Küylügəngə gəlməydikən Mən köygən qəm güzarı Yalnızlıktan korkamam daim Küylügenge gelmeydiken Ben köygen gam güzari Yalnızlıktan korkamam daim Yalnızlıktan korkamam daim Kışımda kelgin Yalnızlıktan korkamam daim Kelgin Kışımda kelgin Yalnızlıktan korkamam daim Yalnızlıktan korkamam daim Xoş qadrli görürmən dostlar, ekran aldırki televizor görgüç dostlar, görüp atqanlar. Şinjan Televizyon Stansısı bilen Vestivot Medeniyet Tarqıtı şirketi birlikte uyuşturgan Şinjan Çin Nuri Biyopen Texniki Çeklik şirketi alahida qollagan Yeni Nava programması. Yeni Nava programımızın yerim hal qılğış müsabaqasının birinci grup müsabaqası axırlaşış aldıda turuvatıdı. Shundaq to'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizda 3 darajalik ishonchli korxona vaqtida sudi cheklik shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan saptava yurishlik hasanlar bilan mukofotlaymiz. Undaqda aldı bilan bizning alayda taklif bilan qatnaşqan san'atkorlarimizning kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 numarni berishni xohlaydiganligini ko'rib o'tamiz. Bizning 3 numurlik mahirimiz Muborak uchun qo'lidagi qimmatli 10 numarni berishni xohlaydigan san'atkorlarimiz taqdimizni ko'targan bo'lsak, ha, 1 2 3 4 5 6 60 numar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh, undaqda bizning bugungi 5 numurlik mahirimiz Asqar uchun bilet tashlashni xohlaydigan san'atkorlarimiz taqdimizni ko'targan bo'lsak, 1 2 20 numar muborak 20 numar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, undaqda o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ldi. Qani undaqda bilet tashlash Boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ikkinchi bo'lgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz va ikkinchi bo'lgan mayirimiz sudi cheklik shirkati ta'minlagan to'l atqo bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Birinchi bo'lgan mayirimizning sudi cheklik shirkati ta'minlagan 2014-yili yangidan bozorga solgan kir chiqarish iqtidori yuqori, tashqi ko'rinish ko'rkam, shovqinsiz, ishiltilish vaqti uzun bo'lgan Arzu markali kir alg'u bilan mukofotlaymiz. Qabul qilsanglar. Muborak Muborak bo'lsin. bo'lsin. Xo'sh, undaqda
Muş fürsətdən faydalanıb riyasətçilərimizin çaş və qırımı üçün əcr qılğan Xışın Güllük ödüldəki Tuyğu, Toy Qırım, Toy sürətçiligiga çempionumuzun rəhmət etməz. Şundaqla riyasətçilərin kiyimini təminləyən Adil Soldu Sarıya 3-cü qavat favori kiyim-kechəkləriga Xışın Gülükünün oduluğu caylaşqan Toyğu, Toy Qırım, Toy sürətçiligiga Yo'lliq kiyim-kechaklarga chempionimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shunun bilan birga programmamizni alayda qo'llagan Xushalliq to'y mulozimat markaziga, Qutyar Sodi chaklik sherkitiga, Orzu Sodi chaklik sherkitiga, Muxlisa gulchiligiga, shunun bilan birga kiyim-kechak sohasida dog'liq marka yaratishda o'ziga nishon qilib Mo'ttivar xalqaro Sodi chaklik sherkitiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, Navo programmasining yillik chempionlikni tanlash musobaqasi, hal qilg'ish musobaqasining birinchi guruh musobaqasi muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Bizning bu qitimqi musobaqadagi chempionimiz barliq keldi. Muborak! Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.